Assalomu alaykum aziz do'stlar va Shoh Vlogs'ning ashaddiy obunachilari. Ya'ni Shoh Vlogs kanalida 5-turimizda pul yutuqli o'yinlarimizning birinchi sovrin, ya'ni $10,000 Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Xitoy qishlog'iga chiqqandi. Mana bizlar Xitoy qishlog'idamiz va $10,000 da akamizning xonadonlariga olib borib beramiz hozir. Qani ketdik, video davomida ko'rasizlar hamma videolarimizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Xitoy qishlog'ingiz yaxshimisizlar? Yashang. Rahmat. Qo'madilaringizmi? Endi kutsam arziydigan narsa bilan keldik-da sizlarga. Tog'alar yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Sizlar zo'rmi? Yangi amallaringiz yaxshimi? Qani xonadon egalari? Mana oldimga kelsan qani? Mana. Tog'a keling, qani sizmisiz? Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kecha Shoh Vlogs kanalida 5-tur o'yinimizda, pul yutuqli o'yinimizdagi birinchi sovrin egasi bo'ldi akamiz. Moskvadan turib, bir omadimni sinab ko'ray qani deb tavakkal qilib o'ynagan ekanlar. $10,000 sohibi bo'ldi. Tabriklaymiz. Rahmat. Avvalo ishonch uchun, Shoh Vlogs kanaliga avvalo ishonch uchun, hurmat uchun, o'sha uchun hammalaringizdan rahmat so'rab qolamiz. Va doimo shuni o'ynanglar, yutinglar, bizga olib kelib beraveraylik. Siz kim bo'lasiz? Dadasi bo'laman. Dadasi bo'lasiz. Bizlar qayerdanmiz hozir? Sizlar Xitoy qishlog'idami? Qashqadaryo viloyati. Qashqadaryo viloyati Muboraklar Xitoy qishlog'ida. O, rahmat. Akajon, mana $10,000. Tabriklaymiz. Yashang. Yaxshi kunlarda, to'ylarda xohlagan narsangizga ishlab berasiz endi. Bu yo'q sizniki. Bemalol. Qani, mana shu kadr ortida musofirlarda shu o'yinda ishtirok etgan musofirlar bor, xuddi o'g'lingiz qatori. Shularga aytadigan gapingiz, salomingiz, tilagingiz bo'lsa bemalol ayting. Musofir yurtda yurgan ukalarning hammasi shunday o'ynasida yursin. Musofirlarga yaxshi kunga mashina xizmat qilsa, ular shunaqa qatorda o'ynaganlar bor. Shukr mana $10,000 qo'yibdi. Qarabog'im hammasi to'g'ri. Barchasi o'ynasin. Hamma ham shu nima deyapsan, shu deyapsizlar hammasi. Rahmat. Qanday o'yin ishonchli ekanmi? Sanab oldingizmi? Naqdmi? Sanab oldim. O'yin naqd. Boshqa. Akaga dollarda sanab berdik, dollarda oldingizmi? Bemalol. Ha, choponlar bor ekan. Rahmat. Qarasang o'zim muborak bo'lsin. O'nlar muborak bo'lsin. Rahmat. Qani bir nuroniy bir otaxonimiz. Keling qani otaxon. Hojiboy keling qani. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Hojiboy? Kimi bo'lasiz endi? Men ham tog'ajiyamman. Ha, tog'ajiyamiz. Assalomu alaykum. Mana xalqimizning bugungi mukofot bilan, yutuqlar bilan, sovg'alar bilan muborakbod etamiz. Shu sovg'alar shu yaxshi kunlarga, to'y tomoshalariga nasib aylasin. Buni shu xalqimizning xonadoniga yaratgan Allohim Parvardigorim shu sog'lik, salomatlik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik, ro'zlarga qut baraka bersin. Hamisha yaxshilik kunlarda shu xonadonda o'tiraylik. Birlari ming bo'lsin, minglari to'y bo'lsin. Barchalaringizga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik, yaxshilik kunlarda o'tirish, yaxshilik kunlarda uchrashni
yaratgan Parvardigari Allohim barchamizga nasib eylesin. Hammalaringizga mana shunday yutuqlar, sovg'alar nasib bo'lsin. Hammalaringizni mana shu Xolmirjonning xonadonida shu yana bir bor tabriklayman. Rahmat, rahmat bu Xitoyliklar agar sizlar yomon chiqdilaringiz, Taho avtomobilni yutib oluvdilaringiz bizdan. Eslaysizlarmi? Taho. Hop qara, eng O'zbekistonning eng oldi mashinasi va eng qimmat baho mashinasini shu Xitoyliklar yutib oldi. Endi navbatdagi o'yinimizga gelik qo'yamiz. Gelikni bilasizlar, mana akalarim biladi, mana aka mana devorlar, aka yaxshi bilar ekanda, navbatdagi o'yinimizga gelik qo'yamiz. Bu ham O'zbekistonning eng oldi nomer 1 avtomobillaridan biri. Tog'a siz kim bo'lasiz? Keling qanimdayroq? Benim tog'asi. Tog'asi endi. Bu deyman $10,000 kiygandan keyin tog'a ko'payib qolyapti juda. Gapiring. Assalomu alaykum. Hurmatli ahli jamoat. Mana bugun yanimizning farzandi Rossiya davlatida mana o'yinni o'ynagan ekan, mana o'yinlari haqqi ekan. Mana haqqi uchun mana dollarni keltirib berdi. Mana dollarni ko'rdingizlar, hammamiz sanab oldik. Albatta bu o'yinga yana ishonchli ekan, bu o'yinga yana taklif qilamiz. Mana farzandlarimiz Rossiyada yuribdi, ham qarindoshlarimiz, og'aynilarimiz hammasi Rossiyada yuribdi. Mana shularga yana biz aytamizki, yana mana shu o'yinga ishonchli o'yin ekan, yana ham o'ynaveradi. Shuning uchun mana shu bugungi ayyom bilan, mana shu qutlug' bayrami bilan, mana shu yutuq bilan, mana shu jiyanimizni chin ko'ngildan muborakbod etamiz. Ularni tabriklaymiz. Mana shu pullarni doimiy mana shunday yaxshi kunlarga, to'y tomoshalarga bersin. Topganlari mana shunday to'ylarga bersin. Doim mana shularni xonadonda mana shunday yaxshi kunlar, to'y bazmlar ko'p bo'laversin. Sizlarga ham kattadan katta rahmat. Mana ishonchli o'yin ekan. Endi bundan keyin ham nasib bo'lsa, Xudo taqdir qilsa, bizning farzandlarimiz, bizning elimiz, bizning doimiy vatandoshlarimiz mana shu o'yinga o'ynaveradi. Ilohim. Balki Parvardigor olamanlar odamda o'zlarimizga mirishli hidoyat, iymon, e'tiqod, ittifoqli ato etib, shariatda ham barqaror bo'lib bormog'imizning Alloh o'zi nasib ro'zalagan bo'lsin. Mana shu safarda yurganlarni safarlarini bexatar qilinglar. O'zlaringiz Alloh o'zi qo'llab qo'ysin. Mana shu o'yinlarni o'ynaversin. Mana shu elimizga, yurtimizga doim yuz yori turli bu xizmat kelishini nasib ro'zalagan bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar bi rahmatika ya rahmanir Allohu akbar. Rahmat yaxshi tilaklaringiz uchun. Tog'a endi bu pullarni bemalol xohlaganingizdek, xohlagan joyingizga sarf qilaverasiz. To'ylarga, uylarga ishlatverasiz va biz endi yo'limizda davom qilamiz. Bizga ruxsat berasizlar. Hammalaringizni tabriklayman. $10,000 muborak bo'lsin. Yanada bundan zo'rlarini xuddi endi babi nomer 1 Taho mashina Xitoy qishlog'i yutib olgan, keyin Surxondaryo ham yutgan. Birinchi mashinamizda Xitoy qishlog'i yutib olgan. Avtomobillarni ham yutib olvering, biz olib kelib beraveraylik. Olib sizlar yutishdan charchamasangiz, biz olib kelishdan umuman charchamaymiz. Gelik ham kelsin, mayli, iloyim aytganingiz kelsin, gelik ham shu yerga kirib kelsin. Yaxshi kunlarga, to'ylarga ishlatinglar, sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Tashakkur qilsam bo'ladi. Yashang, rahmat. O'qqa cho'qqa urib o'zingiz, goho pinhon yoshlanadi ko'zingiz. Sog'inch bilan kutar o'g'il qizingiz, musofirda yurgan vatandoshlarim. Sog'inch bilan kutar o'g'il qizingiz, musofirda yurgan vatandoshlarim. Vatandoshlarım, musofirda yurgan vatandoshlarım. Vatandoshlarım, musofirda yurgan vatandoshlarım. Bo'lib juda
sizni Xudo. Musofirda yurgan vatandoshlarim, panohida asrasin sizni Xudo. Musofirda yurgan vatandoshlarim, 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 musofirda yurgan vatandoshlarim, 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 musofirda yurgan vatandoshlarim.